erkin saylashga yo'l qo'yilmaydi. Saylovlar umumiy, teng va ochiqlik narsida saylovchilarning yopiq ovoz berish yo'li bilan saylanadi. Keyingi savol o'tinglar. Transport logistikasining asosiy vazifalari. Transport logistikasi transport to'g'risidagi qonun bilan belgilangan bo'lib, bunda asosiy vazifalari transportning turli shakllarini bir xil yagona transport tizimiga birlashtirgan holda yuk, yo'lovchi, bagaj, pochta kurerlik jo'natmalarini yagona transport tizimi orqali tashishni o'z ichiga oladi. Buning asosiy vazifalari shu: yuklarni, yo'lovchilarni hamda pochta kurerlik jo'natmalarini yagona jadvallar asosida shakllantirish, tashish yo'nalishlarini eng maqbul yechimlarni rejalashtirish hamda boshqarish, ularni kuzatib borish vazifalari asosiy vazifalar hisoblanadi. Keyingi O'zbekiston Respublikasining shahar yo'lovchi transporti to'g'risidagi qonuni mazmuni va mohiyati. Shahar yo'lovchi transporti to'g'risidagi qonunning mazmuni bu O'zbekiston Respublikasida ro'yxatga olingan shahar hududida yo'lovchilar va bagaj tashish uchun mo'ljallangan transport tizimi hisoblanadi. Bunda shahar yo'lovchi transportini avtobuslar, tramvay, trolleybus, yo'nalishli va yo'nalishsiz taksilar kiradi. Bu qonunning asosiy mazmun mohiyati shu shahar yo'lovchilar transporti huquqiy asoslarini shakllantirishdan iborat. Xalqaro tajribada jamoat transportini moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlashning qanday usullari mavjud? O'zbekistonda jamoat transportini moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash qaysi normativ hujjatlar asosida va qanday mexanizmga ko'ra amalga oshiriladi? Xalqaro tajribada jamoat transportini moliyalashtirish subsidiya, dotatsiya va davlat tomonidan turli qo'llab-quvvatlash usullari yordamida amalga oshiriladi. Bizning O'zbekistonda jamoat transportini moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash